Vatandaşlar, bizlarni ko'zlovchi obunachilarimiz, YouTube ahli, Instagram muxlislari. Hop, bu Galgabekning Qashqadaryoga muborak qishlog'iga ham yetib keldik. Mujoqlarimizni tushirish jarayonida video obzor qilaylik dedi. Xudo xolis sizlarga yig'ish, terish jarayonini obzor qilib beramiz. 20 li motorimiz komplekt усиленный qiladi u. Kondensatorlarni ham qarani, 1,5 metr, 1,60 past. Mana voplarimiz ham keldi, tushirib oldik. Komplektatsiyamiz Xitoyniki bo'ldi. Eshiklarimiz ham keldi, 1,62 220 relsli eshiklarimiz hammasi kelgan va bu yer zaynaning ichi. Qadimgi Sovet davrida ham nimadir bo'lib ishlatishgan ekan. Hop, penopolistrondan qiladigan bo'ldik. Uzunasi 15, balandligi pash toza to'r bo'ladi, 5 sm kam bo'lyapti-yu. 395 liga tayyor bo'ldi balandligi. Uzunasi 15, eni 5 bo'ldi. Bu yerga barcha mahsulot 0 gradusgacha bo'ladigan mahsulotlar qo'shadigan bo'ldi. Bitkazib Pervogandan keyin motorlarni uzoq qolsa yana bitta video obzor qilib beramiz. Kimga shunday xizmatga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ketgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Rahmat.